Katta mansablar, 17 qop oltin va ayanchli o'lim. Mang'itlar sulolasining so'nggi vakili Amir Said Olimxon. Rossiyada tahsil olgan harbiy bo'lsa-da, 20-asrning boshlaridagi dunyoda kechayotgan jarayonlarga befarq qaradi. Amirlikda islohot o'tkazish, yosh buxoroliklar bilan murosaga borish o'rniga saroyda maishat bilan shug'ullandi. Jadidlarni ta'qib qildi. Atrofiga o'ziga sadoqatli bo'lib tuyulgan aslida fosiq va zolim amaldorlarni to'pladi. Shunday toifa amaldorlardan biri xazinachi Imomqul edi. O'sha vaqtda amirlik xazinasi dunyodagi eng boy moliyaviy maskan bo'lib, Imomqul ixtiyorida 40 nafar xazinachi bo'lgan edi. Imomqul Amir Abdullahad davrida saroydagi eng past darajali xodim bo'lib, Shahzoda Olimxonning ishlariga yordam berish bilan mashg'ul edi. 1910-yilda otasining o'rniga taxtga chiqqan Said Olimxon ishonchini qozongan, maishatparastlikda aynan o'ziga o'xshash bo'lgan Imomqulni dastlab Qarshiga hokim etib tayinladi. Qarshining suluv qizlarini, xalq boyliklarini soliq yig'ish bahonasida Buxoroga jo'natib turgan. Tabiiyki o'z ulushini olib qolgan holda. Imomqul ko'p o'tmay saroyga ishga olindi. Endi u kimsan hudaychi va xazinachi lavozimini egallagan edi. Imomqul amaldor va hokimlardan hisob talab qilar, amirning aysh-ishrat, turfa xil majlislarini tashkil etar, harbiy ishlarga ham aralashib, hatto urush rejasini ham tuzardi. Ana shunday fisq va fasodlar evaziga boyigan Imomqul va uning olam panohi Olimxonga to'plangan mol-mulki nasib etmadi. 1920-yilning sentyabrida bolsheviklar zarbasidan so'ng tanazzulga uchragan amirlik intihosiga yetdi. Amir va amaldorlar, xususan Imomqulga xazinadan ko'ra jon shirin tuyulib, Afg'onistonga qochib o'sha yerda panoh topishdi. Ular Afg'on zaminiga atiga 17 qop tillanigina olib ketishdi. Boshqasi esa bolsheviklar qo'lida qoldi. Dabdabali qo'sh lavozimli ulkan xazinasidan asar ham qolmagan Imomqul Afg'onistonda ham Olimxonning pinjiga kirib, hayotini maishat bilan o'tkaza boshladi. Ammo Buxoro xalqining boyliklarini talagan, zolimligi evaziga Jallodbek laqabini olgan Imomqulga Yaratganning o'zi jazo tayinlab qo'ygan ekan. 1925-yilga kelib u og'ir dard, zaxm kasalligiga chalindi. 5 yil oldin Amir saroyida gerdayib yurgan Imomqul ozib-to'zib a'zoi badaniga yara chiqib ketdi. Uning tanasidan yiring oqar, hatto eng yaqin odamlari, xotini va farzandlari ham Imomquldan ijirg'anib qiyo ham boqishmay qo'ydi. Shu taxlit amirlikning Jallodbek laqamli amaldori yot ellarda ayanchli tarzda 50 yoshga ham yetmay vafot etdi.